Ben o'tgan yili gormonal narушение bilan nimaga Karal klubga murojaat qilganman. Meni bitta dugonam ichgan Shahlo, meni sponsorim bo'ladi hozir. O kishida katta o'zgarish sezganman, chunki u kishining ko'zida katta ko'zoynak bo'lardi hamisha. Как только я ее знаю, men u kishini taniganimdan buyon u kishining ko'zida katta qalin ochkisi bo'lardi. Nima? To'la to'qqina ayol edi. Yuzida dog'lari bor edi. Men o'zim tilda gapiryapman ya. Так, смотрите. Shu chiqqanim men gördüm, bir yil oldin ko'rmadim. Bir yildan keyin ko'rdim. Boshqa rayonda yashaydilar. Вижу, что она такая другая, да? Qanaqadir o'zgarib qolgan. U kishimi deyman, u kishi emasmi? Biz nimaga kelgandik? Biz kosmetologimiz master-klassga kelgandik. U kishi oldida o'tiribdilar, men orqada o'tiribman. Master-klassga nima e'tiborim qilmay, faqat u kishini o'ylab o'tiribman. Yoki singlisimi deyman, chunki u kishi menga qarab, yaxshimisiz, muqaddas deb salomlashdi. Salomlashib qo'ydilar. Keyin Shahlo emasmi bu? Как только мастер-класс закончился, сразу у qizni oldiga yurib bordimdan nima dedim. Ey Shahlo, desam, "O" dedi. "Sen uchun siz oriqgina bo'lib qoldingiz, nima yashab ketgan? Ozg'ingina, ko'zida ko'zoynak umuman yo'q. Nima, dog'lar ham yo'q. Что какая-то сияет она, да? Chiroyli qiz bo'lib qolgan." Keyin shu Karal klubni nimasini shu Karal klub ichibman dedi. Я как-то слышала про Karal klub, я слышала, да, eshitganman. O'zimda nima gormonal narушение boshlagandan keyin u chiqqanimga murojaat qildim. Sizni nimangiz, kompaniyangiz, Karal klubingiz meni gormonal narушением yaxshilatib biladimi dedi. Конечно, lechit dedi. Shu bilan kirib keldim. Ulug'bek bilan netdik, uchrashtirdi, ma'lum yoqib qoldi, nelar yoqib qoldi, produksiya yoqib qoldi. Men medikman, как medik sifatida men produksiyani sostavini ko'rdimdan birinchi kitobni olib ketdim. Kitobning ichida sostavini ko'rib men просто lol qoldim. Shu darajada tuzilgan, gрамотно tuzilgan. Shu bilan keyin ichib boshladim. Menda yaxshi o'zgarish bo'ldi. Keyin men hamkorlarni taklif etib boshladim. Hamkorlarimdan yaxshi, zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Oilaviy keldilar, oilaviy ishdilar, ish qilib men hozir klientlarim ham netib turibman. Ichgan odamda o'sha o'zgarish bor. Men masalan, kosmetolog sifatida yuzida dog' bor, muammosi bor, terisida muammosi bor insonlarni netaman, ishlayman. Bu insonlar ham yaxshi net turibdi. Fan detokslar, Karal detox pluslar, ko'rinmaydi ayniqsa zo'r netib turibdi. Yaxshi, они тоже довольны, я тоже довольна. Karal klub zo'r, вообще narsa zo'r, nima desam ekan. Produksiya ichsangiz agar organizmdagi modda almashinuvini normaga soladi, потому что modda almashinuvi buziladi. U yoki bu moddalar yetarli bo'lmaganligidan kasalliklar kelib chiqadi, bilasizlar. Shuning uchun normalniy boshda yaxshi четко tuzib qo'yibdilar, detoks programma, boshda очистка, keyin antiparazitarniy, uchincisida полный chuqur tozalanadi, 4 kunlik programma, keyin bu yoqda narsani beraveradi. Ozuqani beradi, o'sha organizm netib ketadi. Hamma mendan ko'p kasalliklar boradi. Menda давление очень пониженное было. 90-60 deyman, normal рабочий 90-60. 80-ga tushib qoldi. Endi tasavvur eting. Men вообще bahorda yurib bilmasadim. Keyin samolyotdan o'lmasadim. Samolyotdan minsam, уже naku, balandku nagam narsa. Baland bosimda kallam og'riradi, haftalab og'riradi, 10 kunlab og'riradi. Shaxs xudo shukr, kallam umuman og'rimaydi. Yaxshi o'tiraman, uyqum ham yaxshi. Uyqumdan shalba yo'q. Kallam taka deganda uxlab qolaman qada. No, bir vaqtlar когда я nechun uyqum buzilib qoladi. Yo'q, hozir yaxshi. Все нормально. Shuning uchun men Karal klubni
ben o tavsiye etip bilemem. Korkmayın. Hemen aynısı biluronu içtik. Ata-anam içirdim biluronu. Zor. Apam da, anam da podagra baradi. Podagra başta ne içti? 90 günlük programlar ötmediler. Birinci programda Karal Detox Plus'nu içkenden sırada şu bilurona nime geldi? Skidka, callı skidka çıktı. Şu biluronu aldık. Novoy God'da ikkini aldık. Zor. Bir şey zor. Молодец. Biluron aynısı bize neye kollagen biluron ayol kişilere zor tesir ederken, потому что 99,9% gyaluronka terilerini yaltıratıp, nemlendirip zor ajiyet edip berelindi. Hemege boğum ağrıkları, потому что biluronun terkibini, sastavını nefseyizde okusazda gyaluronka, handraytsin tabii zor, вообще зор türgen nesi. Ашаня, шучу, вызвамишь и все предлагаю зор. И предлагать, что давам я там, а что говорю, нахрачи, чего? Рахмат.